Hoy Naomi, senda bormi? Orqamga surtish uchun dori, juda og'riyapti. Yana-ya, kelishdan oldin surtmaganmiding? Biroz bo'lishi kerak. Mana. Rahmat. Unda men buni surtib olaman. Senda uyat bormi o'zi? Bunisini ham ocholmayapman. Qaytdim. O'zini bizni birinchi qavatga olib tushadi. Nihoyat bu yerdan chiqamiz. Chiqish yo'li bu poyabzallar juda kichkina. Sen aytgandek ekan, boshlang'ich maktabdamiz shekilli. Hamma ovqatlanib bo'lgan bo'lsa kerak. Akalaring ham boshlang'ich maktabdami? Ha, lekin o qadar ko'p narsani bilishmaydi, faqat guruch pishira oladi. Bu yomon. Dadang uyga kech keladilar, ha? Ha, dadam ishda juda ko'p mehnat qiladilar. Shuning uchun uy ishlarini doimo o'zim qilaman. Ular uyda bo'lmaganida. Bu ajoyib. Ham talaba, ham onaga o'xshaysan. Bir vaqtning o'zida-ya. Buning nimasi ajoyib? Mayli, uyga ketdik. Sen uyga qaytishing kerak. Onang seni yolg'iz kutayotgan bo'lsa kerak. Xavotir olayotganmikanlar? Albatta. Machida ham sen uchun xavotirdadir. Balki seni tashqarida kutayotgandir. Buni ahamiyati yo'q. Uni birga ochamiz, tayyormisan? Nima bo'lyapti? Bo'lishi mumkin emas. Tunashga joy topishimiz kerak. U yerdan chiqamiz, xavotir olma. Bo'ldi, tayyor. O'zingni qanday his qilyapsan? O'zimni ancha yaxshi his qilyapman, rahmat. Arzimaydi, koshki muz bo'lsa edi. Sen mening qutqaruvchimsan, Siyako. Hoy, Naomi. Doimo men bilan birga bo'lasan, ha? Albatta, rostdan aytyapsanmi? Ha, nima bo'lsa ham do'st bo'lib qolamiz. Har doim birga bo'lamiz. Rahmat. Hoy, Siyako. Kecha ham shunday narsa so'ramaganmiding? Naomi, nima bo'lganda ham birga bo'lishimiz kerak. Ha. Ha, aytgancha. Nima bo'ldi? Qog'oz bo'laklarimni yo'qotib qo'ydim. Afsun qog'ozi nima? Hammomda tushirib qoldirgan ko'rinaman. Shu yerda kut, men qidirib kelaman. Men ham boraman. Naomi, sen shu yerda qol, men tezda qaytaman. Qaytganimdan keyin birga chiqish yo'lini qidiramiz. Siyako. Abadiy birga bo'lishimiz kerak. Jonimni gapira olaman, qimirlay olaman. Siyako, qayerdasan? Siyako.
Hamma yoq soch bilan qoplangan. Yo'q. Naomi, yaxshimisan? Nega ertaroq qaytmading? Tez qaytaman deganding. Meni o'ldirib qo'yishiga oz qoldi. Sening aybing bilan hammasi. Senga hech narsani farqi yo'q, shundaymi? Abadiy do'st bo'lamiz degan gapingga la'nat bo'lsin. Bunchalar xursandsan, nima bo'ldi senga? Men faqat biroz dam olishingni xohlagandim. Va shunga qaramay, yo'q, sen men xohlagan odam emassan. Nega Siyakoga shunaqa dahshatli gaplarni aytdim? Undan uzr so'rashim kerak. Seiko? Buni boya Siyakoga bergandim. Siyako, shu yerdamisan? Boyagi gaplarim uchun meni. Siyako, shu yerdamisan? Siyako. Yo'q, nima? Nega Siyako? Siyako, tirikmisan? Naomi, kechir. Kechirim so'rama, sening aybing yo'q. Men seni qutqaraman. Kechir. Siyako, nima qilishim kerak? To'g'ri, arqon. Uni yechishim kerak. Men faqat yomonlashtiryapman. Voy, nima qilishim kerak? Topdim, ostiga biror narsa qo'yishim kerak. Shuni ishlatsam bo'ladimi? Chida, Siyako, chida. Yo'q. Nega bunday qilishing kerak edi?
Nega jilmayib turding? Nega? Íbamos a estar juntos. Biz birga bo'lishimiz kerak edi. No, por Yo'q, iltimos. no me dejes. Meni tashlab ketma. Di algo, Seiko. Biror narsa de, Siyako. No. Yo'q, yo'q. Shunchalik qisqa vaqt ichida dugonam bilan ko'ngilxushlik qilishdan, A verla. uning osilgan holatda ko'rishgacha yetib keldim. De ninguna forma Hech qanaqasiga puedo aceptar esto. bunday haqiqatni qabul qila olmayman. Lekin En este lugar. hamma narsa sodir bo'lishi mumkin bo'lgan bu joyda, Eso debe ser. bu desde- o'sha la'natlangan Es esa maldita. Escuela primaria. Heavenly Host boshlang'ich maktabi.